Hammaga salom, sizlar bilan Gatreci Uzmi. Bugun biz Wingsdagi Muzan obrazini qilib ko'ramiz. Bilaman, hozir ko'rsalaring nima bu g'alatimi bu qilsalaring bo'ladi. Ruxsat beraman bu safarga, chunki o'zim tushunmay qolyapman. Nima bo'lyapti bu qizga? Yordam beringlar bunga. Nima bo'lyapti? Nima qilyapti bu? Rosta yoshligimdagi orzuyim amalga oshiryapman. Qani ketdi, mana qarang, buni qarang, nima qilyapti bu qiz endi. Xo'p, va nihoyat qachon boshlaymiz deb so'rayotgan odamlar. Qaranglar, raqs jarayonida bu qiz. Voy dod. Bizani muzamiz qo'shiq aytadi, shuning uchun ham naushnikda yurish kerak. Xo'p, mana qizni qaranglar, yurishini yo'q tushishini birinchi o'rinda jinsidan boshlaymiz. Uyalishni qaranglar. Uyalishni voy bo'pti. Seryoznilashamiz desam, hop, qalay. Ikkinchi tepamizga kelsak, menda shunaqa qizil mayka, shunaqa kiyib ko'rdim. O'shashiga voshi o'zim 5 ketib qolmanda. Detalimiz shunaqa bo'ldi. Remenimiz ham qizil rang. Hozir menga Wingsdagi qizlar telefon qilishdi, tezroq bo'lgan deyishdi. Shuning uchun ham tezda oyoq kiyimimni kiyib, tezda Wingsga aylanamiz. Muza aylandik. Xo'p, qalay o'xshadimi? Girls, sizlarga maqtanyapman, lekin ketishim kerak. Baho beringlar tezroq va men uchib ketdim. Hazil bilan endi realistga qaytsak, men oddiy kiyinishim kerak. O'zbekistonda yashaymiz, shuning uchun ham obrazimizni qiziqarli qilib tugatamiz. Shu bilan yoqdi degan umiddaman sizlarga. Rahmat.